Voydo do'stlar, assalomu alaykum. Qadrdonlar, qadri baland qadrdonlarim. Sizlar uchun arzon narxlarda Devankir Savlat topdim. Qarang, Toshloq tumani Qumariq degan joyda bularning narxlari o'ta arzon ishlab chiqarishga keldi. Bular olib sotmaydi, o'zlari ishlab chiqarishadi. Hozir to'liq ma'lumotni Diyorbek ukamizdan olamiz. Assalomu alaykum. Diyorbek, qalaysiz? Ishlar yaxshimi uka? Qarang uka, bularni nima desam bo'ladi? Necha razmeri bo'ladi? Narxlarini arzonroq qilib ayting. Diqqat olmaylik, bosh qotirmang faqat. Narxlari necha puldan bular ekan, kvadrat necha? Narxlari razmeri 90 ga 210 bo'ladi. 90 ga 210 bo'ladi, ha? 90 ga 210 tagi sondiqli. Olib keling faqat tagi ochilar ekan-a? Tagi ochiladi aka, sondiqli. Bemalol bolachani sig'ib ketaverar ekan, sig'adi. Tak, bularda narxi necha pul endi? Bularning narxi 850 ming. Jinimiz siz arzonroq aytib 600 mingdan bor aka. 650 ming so'mdan sizni obunachilaringizga. Ha, 650 mingdan meni obunachilariga berasiz? Beramiz aka. Dastlabki xizmati Toshloq territoriyasida nima, bepul qilib berasizmi? Mutlaq bepul. Bepul. Qolgan joylar kelishilgan holat. Kelishilgan. To'g'rimi? Tak, do'stlar, ko'ryapsan, narxlarini 850 ming deydi, 650 mingdan beraman deyapti. Ko'ryapsiz, muammo bo'lmaydi. Ertaga zakat tushib qolsa, xudo xolasa, aka ertaga inding endi qilmaysiz, xudo xolasa. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, haqiqatan ko'p narxlarni ham aytib o'tib ketdim. 650 mingdan qilib beraman deyapti. Bir donasi jupi 1 million 300 ming so'm bo'ladi. Aka, bu peshxonlarimiz necha pul? Peshxonlarimiz 450 ming. Bu xohlagan razmerda qilib berasizmi? Xohlagan razmerda bo'ladi. 450 ming so'm. Tevalar PVX keromka. Ha, yaxshi ekan. Bu narx 450 mingmi? 450. 300 ming deyvering, aka. Sizni obunachilaringizga. Ha, 300 mingdan. 300 ming sizni nomingizdan kelsa 350 ming so'mdan qilib beramiz. 350 mingdan. 350 ming. Bu ham kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Do'stlar, 350 mingdan xohlagan razmerni qilib berasiz. Masalan, 5 metr esa 5 metr, 3 metr esa 3 metr qilib beramiz. Tak, bu nima edi nomi? Sondiqmidi? Sondiq. Sondig'imiz narxi necha pul bu? Sondig'imiz narxi, sondiq javon komplekt 3 million. Ha, sondiq javon narxi 3 million. Bu bilan bu, to'g'rimi? Ha, yakunda yig'adigani ham bor, bir jup. Ha, yakunda yig'adigan bir jup naqasi ham bor, ha? Mana bunisimi? Mana bunisi, do'stlar. Necha pul narxini? 3 million. Oxiri 3 million buni. Bu ham siz obunachilaringiz 2,5 million qilib beramiz. Ha, 2,5 million qilib beramiz. Dastlabkasi ichida qilib. Do'stlar, uylanmasak bo'lmaydi endi. Bosib tashlaylar. Bunisi necha pul? Buni ham bonusmi? Bonusiga bunisi, sondiq shaynaychasi. Ha, bonusiga bu ham. Bonusiga. Ye? Biz uylangan paytlarda qimmat edi. Yana qayerda yana nima narsalaringiz bor aka? Ichkarida shkaflarimiz, detskilarimiz bor. Ko'rsatingchi aka. Assalomu alaykum. Bularimiz necha pul bu endi aka? 2 million kami bor ularda. Ishlarni ko'rsatib qo'ying. 2 million kami bor, ha? Telpa qo'yadigan shkaf, boshlaydigan. Yaxshi, 1 Bag'i polka. 4 xona ekanda, to'g'rimi? Tagi g'aladon. G'aladon. Narxi necha pul siz buni? Narxini 2 million deyapmiz, 1 million 600 ming qilib beramiz. Oxiri 1 million 600 ming qilib beramiz. 1 million 600 ming. 1 million. Bu ham bir xil narxi. Bu ham bir xil. Do'stlar, xohlagan razmerda qilib beraverasiz. Rangini qanaqasini, oq desa, qaymoq rang desa, qaymoq rang, bardo'y desa, bardo'y, hammasini qilib beraverasiz. Qilib beramiz aka. Eshiklari vakuum shani. Yosh bolalar qo'lini qisib olmaydi. Mana vakuum. Haqiqatan yaxshi ekan. Buni narxi necha pul aka? U devanchasi bilan 1 million 700 ming, 1,5 million qilib Bu beramiz. detskida, to'g'rimi? Detski. Ha, bu manunisi bilan, to'g'rimi? Aha. Manunisi bilan necha pul narxi? 1 million 700 ming deyapmiz, 1,5 million qilib beramiz. Dastlabkasi ichida qilib, PVX keromka hamma yo'g'i. Baquvvatligi haqiqatan baquvvat. Do'stlar, narxlarni ko'ryapsizlar. Toshloq tumani Qumariqda deyapti. Keling, biratam, yoqqa nima qochaverasiz aka? Toshloq tumani Qumariqda deyaptilar. Dastlabki xizmati mutlaqo bepul deyapti. Yana mana nomdan sizlar yana jicha-jicha o'tib ham bersalar kerak. Tushib berasiz. So'ng pastda nomer qoldiraman, ovora o'rnatib ham berasiz. O'rnatib beramiz. Ovora o'rnatib ham beraman. Pastda telefon nomer qoldiraman. Aloqaga chiqib ko'rsa, videoga bitta like bosib, podpiska ezib esdan chiqmasin. Sizlar uchun qo'ldan kelgancha yugurib harakat qilyapmiz. Do'stlar, ko'ryapsiz, issiqmi, issiqmi, sovuqmi, sovuq demasdan, mana shu videoda uylanaman deb, bola chaqamga Devankir Savlat olaman degan do'stlarga tashlab bersanglar, xudo xolasa arzon narxlarda yana qo'yib boraman. Aka, katta rahmat, ichta vaqtingizni olding. Pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqib ko'rsa, do'stlar, sog' bo'linglar.